Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Farg'ona viloyatida Malibu 2 rusumli avtomobilni boshqarib ketayotgan shaxs 3 nafar voyaga yetmagan qizlarni urib yuborgani haqida bo'ladi. Farg'onada Malibu voyaga yetmagan qizchalarni urib yubordi. Bu haqda viloyat IIB axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 20-may kuni soat 16:00 da voyaga yetmagan Z.A. o'z boshqaruvidagi Malibu 2 rusumli avtomobilni Qo'qon shahridagi Amir Temur ko'chasida boshqarib ketayotib, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 2016-yilda tug'ilgan 3 nafar voyaga yetmagan qizlarni urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida voyaga yetmagan M.K. olgan tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan Z.A.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Manba: darakchi.uz sayti.